Ish hududlarida haydash. Ish hududlarining xavflari. Ish hududlarida haydash bir qator xavflarni keltirib chiqarishi mumkin. Jumladan, yo'lda yoki uning yonida ishlayotgan ishchilar va og'ir texnika. Tor yo'laklar va keskin burilishlar qo'shimcha manyovr talab etadi. Qurilish jangi, texnika yoki ob-havo tufayli yomon ko'rinish, noaniq chiziqlar, o'zgaruvchan harakat yo'nalishlari yoki notekis yo'llar. Boshqa haydovchilar harakatlanish yo'nalishini tushunmasligi mumkin. Bu esa tartibsiz haydashga olib keladi. Ish hududida xavfsiz haydash uchun maslahatlar: tezlikni pasaytiring va e'tiborli bo'ling. To'satdan to'xtashlarga tayyor turing. Ishchilar va qurilish texnikalaridan uzoqroq harakatlaning. Aylanma yo'nalish belgilariga rioya qiling va yo'nalish o'zgarishlarini oldindan bilib oling. Telefon va boshqa chalg'ituvchi narsalardan uzoq turing. Magistral chiqishlari va to'lov yo'llari. Magistraldan chiqish quyidagi sabablarga ko'ra xavf tug'dirishi mumkin. Yuk mashinasining og'irligi va ortilgan yuk to'xtash masofasiga ta'sir qiladi. Burilgan chiqish yo'laklari yuk mashinasining tortish markazini o'zgartiradi. Bu esa ag'darilish xavfini oshiradi. Pastga tushayotgan chiqish yo'laklari tezlikni kamaytirishni qiyinlashtiradi. Chiqishlarda xavfsiz haydash uchun maslahatlar: belgilangan tezlik cheklovidan kamida 5 mph sekin harakatlaning. Burilishdan oldin tezlikni oldindan pasaytiring. Qisqa birlashish yo'laklariga ehtiyot bo'ling. Magistralga qo'shilishda chap burilish signallaridan foydalaning. Yo'l xavflarini aniqlash va oldini olish. Yo'ldagi qoldiqlarning xavfi. Yo'lda qolgan buyumlar yuk mashinasiga zarar yetkazishi mumkin. Jumladan, shinalar va g'ildirak diskalariga, elektr va tormoz liniyalariga, ikki g'ildirak orqasiga tiqilib, katta nosozlikka sabab bo'lishi mumkin. Boshqa xavflarni aniqlash. To'xtab turgan avtomobillar to'satdan harakatlana boshlashi mumkin. Ichkaridagi harakatni kuzating. Tormoz chiroqlari, orqaga qaytish chiroqlari yoki tutun chiqayotgan bo'lsa, avtomobil harakatga tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin. Yuguruvchilar, telefon ishlatayotgan odamlar yoki yo'l chetida o'ynayotgan bolalar kutilmaganda yo'lga chiqishi mumkin. Bog'lar, maktablar va avtobus bekatlari yonida alohida ehtiyot bo'lish kerak. O'rmon hududlarida hayvonlar to'satdan yo'lga chiqib qolishi mumkin.